O'sha sizni pechin zarbalaringizdan tanigan va albatta ganalik boksiga qarshi jangda ham ko'pchilik ertaroq nokaut tutganlar ham bo'ldi. Umumiy raqib haqida nima deysiz? endi nima dedi, to'g'ri raqib ham yaxshi raqib tanlanganda, boya aytib o'tdim, nima fizik tarafdan ham yaxshi, baquvvat, kuchli edi. Nima endi ringda nima deydi, har xil vaziyatlar bo'ladi, kutilmagan vaziyatlar bo'ladi. Menda mana shu jangda shunday bo'ldi. Birinchi raundda nima deydi, raqibini bilmadim, qandaydir har doim shundan to'g'ri kelib qolaveradi. Bizga bilmadim, kallachilar shu kallasi tegdi. Shunda o'zimizda rejalarimiz ozgina o'zgarib ketdi. Vaziyatda o'zimizda ringdan oldingi planimiz, taktikamiz ozgina shu kutilmagan kalla natijasida ozgina nima bo'ldi. O'zimda ham noqulaylikni his qildim. Shuning uchun shoshilmasdan o'zimni tiklab olib, risk olmasdan sekin jangda raundlarni sal ko'proq bo'lsa ham chiroyli g'alabaga erishishga keyin harakat qilib, oxirida asosiysi